Hozirgi kunda sog'liqni saqlash tizimidagi rivojlanib kelayotgan Demet ilovasini fuqarolarimiz qay darajada bilishadi va ishlatishadi, shuni eksperiment qilib ko'ramiz. Hozir bizda 3 ta fuqaro kelyapti. Hozir shulardan so'rab bilib olamiz. Assalomu alaykum. Videoga olsam maylimi? Hop. Sizlar shu kunda Demet ilovasidan foydalanyapsizlarmi? Ya'ni o'zingizlarda poliklinikalar va sog'liqni saqlashga qarashli ilova. Albatta foydalanaman. Siz yo'q. Hop. Siz yo'q. Menda yo'q, foydalanaman. Otarim yo'q. Siz nimalarga ishlatasiz? Shuni bir ko'rsata olasizmi? Demet borligini. Demet ilovasi. Demet ilovasida men asosan qon tahlillarimni, natijalarimni, o'zim haqidagi ma'lumotlarni ko'rsam bo'ladi. Yaxshi. Siz ham ishlatasiz. Albatta foydalanaman. Siz nimaga ishlatasiz? Demet ilovasini afzalliklari, shifokorga ko'rinmoqchi bo'lsak, onlayn o'chirib olib, bez o'chirib borishimiz mumkin. Sizda yo'q. Keling sizga shu Demet ilovasini o'rnatamiz. Telefoningizda App Store'da Demet deysiz. Ana sizda Demet ilovasi chiqdi. Demet ilovasiga o'zingiz pasport aniqlaringizni kirgizasiz va bilib olinglar, faqat qabul emas, qon analiz tahlillaringiz, sizga yozgan retseptlar va juda ham ko'p funksiyalar mavjud. O'zingizlarga qulaylik yaratish maqsadida siz ham Demet ilovasini o'rnating va foydalaning.